Komidorni bu nima? Komidorni bizada ikki xil bo'ladi. Komidorni открытый, закрытый turi bor. Открытый deb закрытый turiga bu bizani organizmimizni yog' kletkalari kanallarga to'lib qolishi bilan ko'zimizni ostiga qora oq tochka deysizlar-yu, u terimizni shilliq qavatlari qorayib, yopilib, kanalchik образоваться qilib, uning ichida, kanalning ichida yog' to'lib qolib, uning ustiga chang yotib, qora tochka образоваться qiladi. Bu qora tochkani qanday yo'qotsa bo'ladi, uy sharoitida yo'qotsa bo'ladimi, yo'qmi degan savolingizga men shunaqa javob beraman. Yo'q, buni uy sharoitida davolab bo'lmaydi. Chunki siz kosmetolog konsultatsiyasiga borishingiz kerak. Kosmetolog bilan maslahatlashgan holda men buni davolashda o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatda oddiy chiskaman, kompleks chiska qilinishi kerak. Chunki komidorlarni yog'li yuzlardan kelib chiqishi mumkin, yog'siz yuzlardan kelib chiqishi mumkin. Yog'li yuzlarga haftasiga 2-3 marta ekzemli pudra bilan qilib va undan tashqari preparatsiya bo'lsin orasida va pilinglar bo'lsin, chunki rezultat yaxshi bo'lishi uchun haftada kislotasini ham 2-3 marta qilib davolansa, Bayer qanchalik baland bo'lsa, shunchalik davolanishi shunchalik tez va uning rezultati juda ham chiroyli natijani yetkazib beradi deb o'ylayman.